Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi fanining metodlari mavzusi yuzasidan suhbatlashamiz. Mavzumiz asosan 3 ta rejadan iborat. Birinchi rejamiz bolalar psixologiyasi fanining metodlari, ikkinchisi bola psixikasini o'rganish prinsiplari, uchinchisi psixologik tadqiqotlarni o'tkazish shakllari. Metod bu yunoncha metodos, bilish yoki tadqiqot yo'li, nazariya, ta'limot, voqelikni amaliy va nazariy egallash, o'zlashtirish, o'rganish, bilish uchun yo'l-yo'riqlar, usullar majmuasi, falsafiy bilimlarni yaratish va asoslash usuli hisoblanadi. Har bir fanning o'z predmetini o'rganish metodlari bo'lgani kabi, bolalar psixologiyasi ham psixologiya fanining alohida bo'limlari, ilmiy tadqiqot metodlariga ega. Bolalar psixologiyasining metodlari faqat nazariy, ilmiy tadqiqotlari uchungina emas, balki kundalik amaliy vazifalarni hal qilish uchun ham zarur hisoblanadi. Bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi asosan asosiy metodlar hamda yordamchi metodlarga bo'linadi. Asosiy metodlar kuzatish va eksperiment metodlari asosida amalga oshiriladi. Yordamchi metodlar esa test, so'rov, faoliyat mahsulini o'rganish metodlari asosida amalga oshiriladi. Bolalar psixologiyasi fanining taraqqiyoti ikki asosiy yo'nalishda kechadi. Birinchisi, psixik taraqqiyot manbalari muammosining nazariy hal etilishi. Bunda ushbu muammo bilan shug'ullangan asosiy psixologik maktablar va yo'nalishlar vakillarining qarashlari tushuniladi. Ikkinchisi, bolalar psixikasini o'rganishning yanada samaraliroq metodlarini qidirish. Bu bolalar psixik taraqqiyotiga xos xususiyatlar haqida aniqroq axborot olishga xizmat qiluvchi metodlarni ishlab chiqishni anglatadi. Ta'lim-tarbiya jarayonida bolalarga individual yondashish uchun ularning individual psixologik xususiyatlarini, shaxsining o'ziga xosligini bilish, o'rganish zarur. Agar pedagogika odamni har jihatdan tarbiyalamoqchi bo'lsa, u oldin o'sha odamni ham har jihatdan bilib olishi kerak, deb yozgan edi Ushinskiy ta'limni tarbiyaning eng muhim vositasi deb hisoblaydi. Ushinskiy bolalarda mustaqil ishlash qobiliyatini o'stirishga e'tibor berib, bolalarda mustaqil ishlashning to'g'ri usullarini o'rgatish kerak. To mustaqil ishlash malakalarini mustahkam o'zlashtirib olmaguncha ularga uyga vazifa berish yaramaydi, deydi. Shuning uchun har bir tarbiyachi bolalarni o'rganish usullari bilan qurollanishi shart. Demak, bolalar psixologiyasi va psixodiagnostikasi asoslarini bilish har bir tarbiyachi, har bir metodist uchun muhim ahamiyatga ega. Bola psixikasini o'rganish prinsiplari: obyektivlik prinsipi, sababiylik prinsipi, sinchkovlik va muntazamlik prinsiplari mavjud. Obyektivlik prinsipi tadqiqotchidan ma'lumotlar bilan ularning talqinini aralashtirib yubormaslikni talab qiladi. Masalan, mashg'ulot davomida bola oynadan tashqariga qarayotgan edi deb aytilsa, bu muayyan hodisa haqidagi ma'lumot bo'lib hisoblanadi. Lekin bola e'tiborsiz deb aytish hodisaning talqinidir. Hodisaning o'zi bilan uning talqinini aralashtirib yubormaslik kerak. Chunki yuqoridagi misolda ham bola oynaga qarab turgan bo'lsa ham tarbiyachi so'zlariga katta e'tibor berayotgan bo'lishi mumkin. Sababiylik prinsipi bola shaxsi va ongida yangi sifatlarni hosil bo'lishini ta'minlovchi barcha shart-sharoit va omillarni imkon qadar o'rganishni talab qiladi. Masalan, mashg'ulot davomida bola tez-tez oyna tarafga qarayotgan bo'lsa, bu hodisaning iloji boricha ko'proq sabablarini aniqlashga urinish kerak. Ko'chadagi biror narsa bola e'tiborini o'ziga tortdimi, mashg'ulotda bola charchab qoldimi, o'tilayotgan material bolaga yaxshi tanishmi va hokazolar. Sinchkovlik va muntazamlik prinsipi bola psixikasi shakllanishi jarayonini, bunda psixolog va pedagoglar ta'sirini sinchkovlik bilan kuzatib borishni talab qiladi. Ushbu prinsipga muvofiq oldindan
tadqiqot joyi va vaqti aniqlanishi kerak. Tadqiqotda o'rganiladigan sinaluvchilar jamlanmasi tuzilishi lozim. Tadqiqot qaysi vaqtda va qanday vaqt oralig'larida o'tkazilishini belgilash zarur. Ushbu bandlar belgilangach, ulardan chetga chiqmaslik kerak. Ya'ni qandaydir subyektiv sabablar bilan shoshilinch xulosalar chiqarmaslik, tadqiqotni bevaqt tugatish hollariga yo'l qo'ymaslik kerak bo'ladi. Psixolog tadqiqotni o'tkazish shakllari. Bolani o'rganish ikki asosiy shaklda amalga oshiriladi. Ya'ni ko'ndalangi kesim hamda uzunasiga kesim shakllari. Tadqiqot ko'ndalangi kesim shaklida o'tkazilganda turli yoshdagi bolalar guruhlarida muayyan psixologik jarayon, holat yoki xususiyat o'rganiladi va har xil yosh bosqichdagi bolalarning natijalari o'zaro solishtiriladi. Masalan, Elkonin kichik, o'rta va katta maktabgacha yoshdagi bolalarning syujetli rolli o'yinlariga xos xususiyatlarini o'rganib, o'zaro solishtirib, bolalar o'yinlari taraqqiyotiga xos umumiy qonuniyatlarni aniqlagan. Ko'ndalangi kesim shaklidagi tadqiqotda asosiy e'tibor sinaluvchi bola yoshidagi farqlarga qaratilishi kerak. Farq qanchalik kichik bo'lsa, psixolog tadqiqotchi bola psixikasi va shaxsidagi muhim o'zgarishlarni payqash uchun ko'proq imkoniyatga ega bo'ladi. Tadqiqot uzunasiga kesim shaklida o'tkazilganda bir yoki bir necha bolaning muayyan vaqt oralig'idagi hayoti o'rganiladi. Tadqiqotchi uzluksiz ravishda bir yosh bosqichidan ikkinchisiga o'tishda bola psixikasida xulq-atvorga ro'y beruvchi o'zgarishlarni aniqlab boradi. Masalan, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yangi dastur bo'yicha ish boshlangan bo'lsa, tashkilotda endi qabul qilingan bolalarning 4-5 yil uzluksiz o'rganish orqali dasturning bola taraqqiyotidagi ta'sirini aniqlash va o't haqida xulosalar chiqarish mumkin bo'ladi. Tadqiqotning bu shakli ancha murakkab va ko'p vaqt talab etadi. E'tiboringiz uchun rahmat.